Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 16-kuni hammanglarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasi oldida o'tgan yilning oxiridan buyon norozilik harakati ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'shish va Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida 16-fevral kuni boshlatilgan "Oilam nada" degan shior ostidagi bir oylik norozilik namoyishi 15-mart kuni g'albilik oyoqlashdi. Namoyishning 15-martdagi oxirgi kuniga Germaniyada hokimiyat beshida turayotgan Xristian Demokrat partiyasiga mansub federal parlament a'zosi Martin Potzlit apandi atoyidan Berlindan Myunxen shahriga kelib Uyg'ur namoyishchilar sepidan o'rin oldi. Qattiq yomg'ir va shivrg'onga qaramasdan namoyishchilar bilan boshdan oxiri birga bo'lgan Martin Potzlit apandim namoyishda qilgan so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini sepi o'zidan irqiy qirg'inchilik deb atadi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan bu xil irqiy qirg'inchilikni va g'ayri insoniy qilmishlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Parlament a'zosi Martin Potzlit apandi bo'lsa Germaniya federal parlamentida va siyosiy sohasida Uyg'urlar masalasini izchil turda qo'llab kelayotgan ta'siri kuchli shaxslarning biridan iborat. Namoyish jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon va Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandilar parlament a'zosi Martin Potzlit apandimning 600 necha kilometrlik musofani besib Atoydan Myunxenga kelib namoyishga qatnashganligiga va hozirgacha Uyg'urlar masalasida ko'z tutib kelgan tirishchanliklariga Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat etish bilan birga onunga do'ppa va gul taqdim qildi. Bir oydan buyon har kuni namoyishga bevosita riyosatchilik qilib kelayotgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa xizmatlariga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandim namoyish maydonida istansimizning bevosita ziyoratini qabul qilib mundoq dedi. Fevral ayının 16'sında başlayan toq menimki ailem qayada şuarı aslında bir ayının yağı bir yerdeki yurttaşlarımız bilen birle her günü Xitay konsolosluğunda namoyish qilib keldik. Naydi yaxshi o'tdi. Yani 30 gün o'ngay emas, 30 gün müşahede yurttaşlarımız gelip berdi. Onundan keyin yurttaşlarımızniki sırtida Gırman teşkilatları, insan hakları teşkilatlarınınki mensupları, Türk teşkilatlarınınki rehberleri, şundaqla Gırmaniya parlamentosununki a'zolari mana hozir masalan Xristian Demokratik partiyaninki a'zosi bu millat vakili bo'lgan Martin Potzlit apandimga chaqiruq avatsak kapto. Shuningga o'xshashlam Bavariya parlamentisining muavin raisi Markus Wintersbach apandim. Uningdan keyin Liberal Demokratiya partiyaninki a'zolari masalan juma kuni 18 kishi bilan qatnashdi. Naydi undan bo'ldi. Biz o'zimizning bu yerda derdimizni etdik. Xitoy bo'lgan nafratimizni so'zdik. Bo'layotgan qiyinchiliklarni har kuni mishada so'zlab o'tdik. Hatto Xitoy bosh elchisini taklif qildik. Agar bu savollarimizga javob bersangiz har doim chiqib javob bersangiz bo'ladi. Agar bizning deganlarimiz yolg'on bo'lsa, yo'qsa, buning xatolik yerlari bo'lsa, kelib javob berishimizni iltimos qilamiz. Desak 30 kunning yağı albatta uningga javob beramaydiganligini o'zi biladi. Bu oxirgi kun faqat Xitoy konsulxonasining oldida qilayotgan faoliyatimizning oxirgi kuni, oldimizgi kunlarda yana Myunxen shahrining cho'ng maydonlarida bu da olimpiyani boykot qilamiz degan tema ostida yana namoyishlarni etmoqchi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Turkiya vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid apandilardan tashkil topgan 9 kishilik qurultay hay'ati 15-mart kuni Sharq Turkiston masalasiga izchil turda ko'ngil bilib kelgan va Uyg'urlar masalasini o'zlarining eng asosli kun tartiblarining biri qilib kelgan Turkiyadagi İYİ partiyasining Anqaradagi markazini ziyorat qilib, mazkur partiyaning raisi Maral Aqshanar xonim bilan ko'rishdi. Bu qitimqi ko'rishda İYİ partiyasining tashqi siyosatlariga va Turkiya millatlar masalasiga mas'ul muavin raislari va Uyg'urlar masalasini Turkiya parlamentida izchil turda o'ttirg'a qo'yib kelgan ba'zi parlament a'zolarimi bu qitimqi ko'rishda Maral Aqshanar xonim bilan birga bo'ldi.
Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi doktor Erkin Akram Apandim ko'rishda qilgan so'zida oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Apandimning salimini yetkazish bilan birga Dünya Uyghur Qurultayının qurilish maqsadi va qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berib o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat Apandi bo'lsa Amerika Tashqi ishlar ministrligining va Kanada, Gollandiya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida olgan qarorlarining mazmuni. Shundaqla Amerika parlamentida Uyg'urlar masalasi haqida qabul qilingan qarorlar va uning ijro qilinish ahvoli. Shundaqla navbatda Amerika parlamentida muzokara qilinayotgan Uyg'urlarga munosabatlik boshqa qonun loyihalari haqida tafsiliy izohat berish bilan birga bularga munosabatlik arxiv materiallarni Maral Aqshanar xonimga taqdim qildi. Qurultay vakillari suhbatda qilgan so'zlarda yana Turkiyadagi İYİ partiyasining va bu partiyaga mansub parlament a'zolarining hozirga qadar Uyg'urlar masalasiga ko'rsatib kelgan yuksak darajadagi g'amxo'rligi va tirishchanligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cho'nqur rahmat etish bilan birga mazkur partiyaning raisi Maral Aqshanar xonimga do'ppa va sharafnoma taqdim qildi. Maral Aqshanar xonim qurultay hay'ati bilan o'tkazgan suhbatida İYİ partiyasining bundan keyinmi Uyg'urlar masalasi haqida tirishchanliklarini izchil davomlashtiradiganligini va Turkiya parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qaror qabul qilinishi uchun butun kuchi bilan g'ayrat qiladiganligini bildirdi. Qurultay hay'ati yana Uyg'urlar masalasini Turkiya parlamentida izchil turda kun tartibga ilib kelayotgan İYİ partiyasiga mansub parlament a'zolaridan Fahreddin Yoqush va Faridun Baxchi apandilarni ayrim holda ziyorat qilib, ularga Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim nomidan sharafnoma taqdim qilishdi. Avstraliya parlamentidagi mustaqil parlament a'zosi Rex Patrick Apandi tarafidan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqiga qarata yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida sungan qaror loyihasining 15 mart kuni Avstraliya parlamentida rasmiy muzokaraga qo'yilishi Avstraliya va chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Garchi mazkur qaror loyihasi parlamentdagi Liberal partiyasi bilan Emgakchilar partiyasining ba'zi texnikalik masalalarni sabab ko'rsatib qarshi turishi bilan rasmiy ovozga qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo mazkur loyihani qo'llagan mustaqil parlament a'zolarining, shundaqli Yeshillar va Demokratlar partiyasiga mansub parlament a'zolarining Uyg'urlar tarafidan parlament oldida o'tkazilayotgan keng ko'lamli namoyishga qatnashib Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblishi va buni o'zlarining Twitter hisoblarida e'lon qilishi kuchli qo'zg'olon qo'zg'adi. Mazkur qaror loyihasiga qarshi chiqqan Liberal partiyasi bilan Emgakchilar partiyasi Avstraliyadagi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchrab kelmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining yangilangan va to'liqlangan nusxasi oldimizdagi haftalarda Avstraliya parlamentida qaytadan ovozga qo'yiladi. Avstraliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasi muzokara qilinayotgan 15 mart kuni atiganda Avstraliyaning Adelaide, Sydney, Victoria va boshqa rayonlarda yashayotgan yuzlagan Sharq Turkistonliklar poytaxt Canberradagi parlament binosi oldidagi maydonga to'planib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq norozilik bildirish bilan birga Avstraliya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini rasmiy yo'sinda ma'qullashni talab qilishgan edi. Kanada parlament a'zolari bir yangi doklad tayyorlab, Kanada hukumatidan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishni talab qilgan. Toronto Yulduzi gazetining xabar qilishicha 12 mart Kanada parlamenti tashqi ishlar doimiy komiteti va xalqaro taraqqiyot komiteti tarafidan tayyorlangan dokladda Kanadaning Xitoyga besim ishlatadigan xalqaroliq hamkorlik shakllantirib, mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirib tekshirish ilib berishini qo'lga keltirishi tavsiya qilingan. Dokladda Sharq Turkistondagi ziyonkashliklarga aloqador Xitoy amaldorlariga Magnitskiy qonuni bo'yicha jazo berish, Xitoy Kanadadagi Uyg'urlarga qaratgan parokandachiliklarni tekshirish va tahdidga uchirgan Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining Kanadaga tezroq kirishiga yordam berish qatorliq 15 tavsiya o'ttirg'a qo'yilgan. Kanada parlamenti bu yil 22 fevral o'rtaq ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Washington pochtasi gazeti 14 mart tahrirat maqolasi e'lon qilib, Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qaratgan jazosining Xitoyga ziyon selayotganligini, biroq buning yetarlik emasligini bildirgan. Washington pochtasining aytishicha, Amerika texmi unumli natijaga erish uchun paxta va pomidor import qilishni cheklash va bir qancha amaldorlarni jazolashdan hol qilgan tadbirlarni elishi kerak ekan. Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qaratgan jazosi Xitoyning jinidan o'tishga boshlagan. Biroq yetarlik emas mavzuliq maqolada Xitoy tashqi ishlar ministrligining o'tgan hafta Amerikaning jazosi sababli Xinjiangdagi nurg'un shirkat va shaxslarning og'ir ziyonga uchrayotganligini e'lon qilganligi ta'kidlagan.
Xitoy Tashqi ishlar ministrligi o'tgan hafta Sharq Turkistondagi shirkat va shaxslarning Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zinizda sotqa beradiganligini. Chunki uning Uyg'urlar masalasi haqidagi doklati sababli nurg'un chet el shirkatlarining Sharq Turkistonda mol zakaz qilishni to'xtatganligini bildirgan edi. Washington Post'ning ta'kidlashicha, shundaqdimi Amerika va boshqa demokratik davlatlarning Xitoyga qaytargan inkosini Uyg'urlarga qarshi sodir qilingan jinoyatning ko'lamiga selishtirganda tang darajalik degili bo'lmaydi ekan. Xitoy qora guruhlarining Turkiyadagi aldamchilik va zo'ravonlik qilmishlari Turkiya xalqining qattiq nafratini qo'zg'ab qolmasdan, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni jiddiy ansizlikka selishga boshladi. Turkiya matbuotlarining xabar qilishicha, yaqinda Turkiya qonun organlari Turkiyada turib shifrlik pul aldamchiligi bilan shug'ullangan 119 nafar Xitoy fuqarosini tutqun qilgan bo'lib, bularning 18 nafari rasmiy gumondor. 101 nafari yuqori 18 kishilik Xitoy qora guruhi tarafidan oldinib Turkiyaga ilib kelingan va majburiy ishlatilgan xodimlar ishkan. Xabarga qaraganda mazkur gumondorlar Istanbulning Silivri va Buyukchekmeja rayonlaridan 9 dacha ijara olgan va saxta mulozimat markazi qurgan. Bu vaqa jinoyat guruhi tarafidan zo'rlik bilan tutib turilgan 2 ishchi dachadan qochib Xitoy konsulxonasidan yordam talab qilgandan keyin oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu 2 nafar Xitoy fuqarosi dachadan qochib chiqqandan keyin doirlarga o'zlarining pul muomala sohasidagi xizmat e'loniga ishinib Turkiyaga kelganligini. Ammo Turkiyaga kelgandan keyin Xitoydagi xaridorlarning pulini qo'yish uchun loyihalangan saxta shifrlik pul, ya'ni kompyuter orqali qaziladigan raqamli pul sotishga majburlanganligini aytgan. Bu uchurga asosan Turkiya doiralari 100 dan ortiq soqchi xodimi va 30 soqchi atirtini ishga silib arzda tasvirlangan dachilarga bostirib kirgan. Natijada 18 nafar Xitoy jinoyat gumondoridan boshqa 1,354,425 turk lirasi, 23,792 yuan Xitoy puli, 123 pasport, 32 kimlik, o'ltiraqlish kinishkisi, shopirlik kinishkisi, 712 dona yon telefon, 64 ustal kompyuteri va 48 xotira kompyuteri, bank kartasi va boshqa uskunalarni qo'lga tushirgan. Pasport xotirasiga qaraganda mazkur Xitoy jinoyat shoykisi o'tgan bir necha oy ichida sayohat visi bilan Istanbulga kelganishgan. Bundan ilgari sayohatnoma bilan Turkiyaga kelgan Xitoy qora guruhlarining aldamchilik va zo'ravonlik jinoyati o'tkazganligiga doir delillar fosh qilingan edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishi bilan 19 mart kuni Navro'z haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining raisi Anvar Ahmad apandining bevosita riyosatchiligida o'tkaziladigan bu qitimqi to'r muhokama yig'inida Uyg'ur tadqiqotchilaridan doktor Olimjon Inoyat, doktor Hoji Qutlug' Qodiriy va doktor Olimjon Bug'do apandilar Navro'z bayramining borliqqa kelish jarayoni, Uyg'urlarning Navro'z o'tkazish tarixi va uning konkret alohidaliklari, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atining Uyg'urlarni va Uyg'ur davosini xalqaroga tonitishda o'ynab kelgan tarixiy roli haqida o'zlarining ilmiy qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tadi. 19 mart kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti soat 19 da o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dünya Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan bevosita ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli va mo'l mazmunli suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.